Su nima degan so'zuk? Bu yerda turib tegitki qumlarni ko'ygil bo'ladi ekan. Adan portdagi sulamo ba'ayni mushu sudek suzuk. Nimishqa? O'ng so'l tarafdagi bu ikki tog' portni bo'ron va do'lqinlardan qo'daydigan tabiiy to'siq. Subhanalloh. Birinchi tog'ning ismi Shamson teg'i, yana birining ismi Muzalqim teg'i. Bu yerda sug'uchi bilgil bo'lamdi? Hargiz bo'lmaydi. Qirg'oqqa tezroq yetib berib, ishimizdan bekor bo'lib, onda seni shaharni biraqur aylantirmoqchiman. Qadimiy qurilish. Bu Aban masjidi. Buni 3-islom xalifasi Osman ibn Affon radhiyallohu anhu soldirgan. Yaman qadimiy shahrimi? Yaman İslamiyat va xristianlardan burunmi uzun tarixga ega. Bu shaharda nurg'un hodisalar bo'lib o'tgan. Ayol podshoh Bilqis va Ma'rab tuqqan hodislari shu shaharlarning jumlasidir. Ma'rab tug'ini qissasi degan nima? Menmi uqmayman. Men bir necha yil ilgari bu qissani dengizchi ustozdan anglab, ko'p joylarni bilib olgan edim. Bu qissani anglashga qiziqyapman. Yaxshi, undaq bo'lsa hozirla sizlarga so'zlab beray. Bu qissa İsa alayhissalom zamonidan keyin Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ozroq ilgari yuz bergan voqea bo'lib, olimlar bu mezgilda payg'ambar uzilgan zamon deb atagan. Bir kun Saba podshohi ordusida taxt ustida g'amga potgan holda o'tiradi. Oliylari, bo'ron barg'on seri kuchayotidi. Xoniga kirib ketsili qandoq? To'limi beyaram bo'lyapman, Arnus. O'zlarini nima beyaram qilyotidi oliylari? Qarmamsan, qarg'ishtakir qurg'oqchilik hamma joyni bir oldi. Qarag'anda yomg'ir yog'adigandek turdi. Yomg'ir yoqqanining nim foydasi? Yomg'ir atrofdagi tog'larga yog'adi. Biz tarafga kalkun bo'lib kelib, qoqos cho'llarga singib tugab ketadi. U cho'llar zodi qolmasmi? Kalkunning har yili cho'llarga singib ketishining oldini olish uchun bir chora tepishimiz kerak. Oliylari, nimishqa ovga chiqishni o'ylashib baxmaylar. Balkim g'ashliklarni unutib, ko'ngillari ko'tarilib qolsa ajab emas. Bo'ladi, am safar lozimatliklarini tayyorla. Adil yo'lga chiqay. Oliylari, amdi o'rda qaytaylik. Lekin bizda hech nima o'lmagan tursak, ilvagan ozuqtiligimiz qaytqichi aran yetamiki. Nemish obdaroq mo'ljarlab, ozuq-to'likni ko'proq elvanmagansiz. Bilishni ilvagan oliylari, biroq biz yo'l yurayotgani 10 kun bo'ldi. Bu qoqos cho'llar menga jang e'lon qilyotdi. Men bir chora tadbir tepishim kerak. Bu o'lgur qurg'oqchilikni yo'qotishim kerak. Deganlari kelsin oliylari. Qaytib qolgan aman eng usti me'mor bilan ko'rishiman. Qarasizlar oliylari. Usta, men bu emir-chimir siziqlaringiz va hisoblaringizdan hech nimani anqiramayman. Bu ish pakli oson. Yaqqan yomg'irlarni o'ymonliq to'xtadigan tug'an yassaqli bo'ldi. Shunda qilsak, biz bu suvlardan yil bo'yi foydalana olamiz. Qaltis ish bo'ldi. Eng muhimi bu tug'an qurilishini tez bitirishimiz kerak. To'limi afsus oliylari. Bu mumkin bo'lmasmikin? Nima? Farmon qarshi chiqyotamsiz? Haddim emas oliylari. Amaliy ahvolni da'votiman. Bu qurilishga necha 10 yil ketishi mumkin. Necha 10 yil? Ehtimol necha 100 yil ketib qolishi mumkin. Bu qurilish bitganda balkim biz allaqachon bu dunyodan ketib qolamiz. Undaqda buni sog'anning nima foydasi? Buning foydasini kelgusidagi butkul urug' avlodlarimiz ko'radi oliylari. Kelgusida bu zaman yeshillik purkinib, hammaga go'zal bo'ladi. Qo'shilaman. Hozirla bu ishni boshlang.
Aradan neçe yüz yıl o'tdi. Dünya o'zgardi. Tuğan silish fikrini o'ltirib qo'ygan Rahimdil podshoh olamdan o'tdi. Tuğanning xayrdan huzurini surish uchun boshqa bir podshoh dunyoga keldi. Amikimizning mevasiga qara. Amdi podshoh Muzayxonning xazinasi boyliqqa to'shadigan. Biz bo'lsak, texmi oshyalanishlikka duchor bo'ldigan bo'ldik. Mozayqa degan gapni deguchi bo'lma. Bo'lmasa zindonda yotamiz. Podshohning har kuni o'zidan boshqalar kiymasin deb ikki qo'ri ipak kiyimni yirtib yetadiganligini hamma odam biladi. Texi kiyib baxmagan kiyimni nemishqa yirtib etsiz? Bu nima gap? Podshohdan savol so'rash qandoq betindang? Bu yerda men savol so'rayman. Podshoh oliylari, sizlar yangi kiyimlarni yirtib etkashga ko'ch-ko'ylarda kishilar sizlarni Muzayqa deyishir ekan. Kimkan u xayla? Meni darhol ularning yeniga boshlab baq. Nemishqa bu g'alati odatlarni tashlab ularning og'zini tuvoqlamayla? Yana savol so'rayotsan, seni zindonga tashlashga farmon bermaydigan bo'lsam. Faqat sizlarga yaxshi bo'lsin da'vatgan oq ko'ngil ayollarni zindonga tashlamdilar. Menga qarshi chiqadigan onam dada bo'lsa zindonga tashlayman. Meni zindonga tashlasalar, sizlar amroq mazlik tomoqni kim etib beradi? Mening o'ldigan oshpizim bor. At Saba shahrida molosullarni yig'aman. Dunyoning har qaysi yerlaridan yuzlagan donliq oshpazlarni hozirlayman. Chiroyli kiyim-kechaklarni kim tayyorlab beradi? Bir qancha dedak va qullarni setib olib xizmatimga solaman. Jamila, tex kiyimlarini kiymabsan qo'y qizim. Bu qilg'aylar ata, bu ziyofatga bog'im yo'q. Podshohning ziyofatiga qandoqmi bormay o'ltirg'ili bo'lsin qizim. Bunda qilsak bo'lmaydi. Podshohlarning taklifi hech qachon rad qilingan emas. Uning ustiga bu degan mol-usul ziyofati. Bo'pti, amsa, berib salom itoat baja keltirsam keltiray. Biroq meni tabassum qilib ular bilan paranglashishga zo'rlamaydigandilar. Sen nima degan ahmoq? Sana kelgan bu ziyofatga qatnashish fursati, sabadiki har bir qiz kech kunduz orzu qildigan tepilmas fursat. Nim davatqanlarni tushunmadim ata. Amir janoblarini, malikni, podshohning eng omroq, texi o'ylanmagan kichik shahzodasini da'vatiman. Yanili tushunmadim ata. Mening amir janoblar Malik bilan nemishim? Sana qanday tushundirsam bo'la. Amal ba uning diqqatini tortishga tirishgan. Taliyin kelib sana to'y taklifi qo'yib qolsa ajab emas. Yo'q ata, ular degan zolim xalqlar to'sa. Acaba shu ahmoq Muzayqaning o'g'liga yotiq bo'lishimga rozimisizlar? Pastra gap qil qizim. Bu gapni ikkinchi eg'izingga og'uchi bo'lma. Bo'lmasa dadang Bahlul vazirning kollasi ketadi. Bir toz odam sotirashning yiniga beribdi-da, uningga ustam, chechimni yasab qo'ysangiz qandoq deb. Nima degan kulkilik toz chechin yasatmoqchi ekan? Bu latifa ömrümde anlagan en qiziqarli latifa. To'liq notiq kalla shahzoda oliylari. Oyog'i chaqqan so'zmanlik tarafi meni tortdi. Shundoq emasmi, ha? Durust aytdilar oliylari. Texi toz chichini yasatqudak. Siz nemishqa kulmaysiz me'mor ustam, ha? Amir janoblari, olimlar har doim fikr tafakkur yurgizish bilan mashg'uldir. Acaba uning azroqmi ta'sir qilmaganmidi, ha? Men atigini uxlashga odatlanib qoptikanman oliylari. Ijozat bergaylar. İcazat ustam. Bu odamning kam aqlliqligini ko'mamdigan. Oliylarning so'rindan oliylari turishdan burun turib ketgan bormi? Uyqusi kelib qolg'achqa oliylardan ijozat so'rdi-ku. Amir janoblari, yaqin safarlar haqida so'zlab bermamla. Tog'lar orasida itimni meni ketyapatdim. To'yuqsiz to'rt qaroqchi meni oraga ilib oldi. Darhol qilichimni so'g'adimda, shundoq bir cho'riplar to'dilisining beshini biroqla tenidan juda qilib etdim. Hammasi shu yerda o'ldi. To'dilisiniki? Qiziqarli latif ekan bu. Nimaga kulasiz?
Shahzodaning bahodirligini masxara qilib atamsiz. Haddim emas, oğlilari. Men Chopsan so'zla, bo'lmas kallongni olaman. Ashqallah oğlilari. Men oldidagi tozning chechini yasatmoqchi bo'lgan latifaga kulyaptim. Demismi ajoyib qiziq ha. Aslida Me'mor uyquni bana qilib qutulib tikandi. Qandaq ahvoling do'stim, Osman? Rostdan desam, xuddi qotildek beoromlik his qilyapman. Nemishqa safarga chiqib sinab baqmaysan, ha? Qayerga boraman? Atrofimizdagi hamma joy o'xshashlar meva-chevalar may bog'lab turgan bog'u bo'stonliq tursa. To'g'ri deysan. Mening nega boray desam, boraliqdek mol dunyolarim bo'lsa-mu, bularga hech ehtiyojim yo'qligini his qilaman. Bakla, zerikishlik. Zerikishlik. Bekor talablikdan qutulolmagan bo'lsanglar berib ishlanglar, ha? Nima ish qilamiz amisa, ha? Arif hazrat. Dehqonchilik. Unutib qoldinglarmi? Men hozir qilish yasayapman. Mening sop oltindan yasalgan qilishlarim, marmar toshdan silingan uyim bor. Sancho Zahra. Mening tirnoqlarim jafoliq ishlarni qilishga chidamaydi. Men hozir sharob tayyorlash bilan shug'ullanyapman. Esil sharoblarga kun siri ehtiyoj ishib ketyapti. Ey Allah, bizni g'azabing va jazoyingdan omon qilgin. Bir toz odam sotirashning yiniga beribdi-da, uningga ustam, chechimni yasab qo'ysangiz qandoq debdi. Allah ömürlerini ziyoda qilg'ay amir janoblari. Anglab baxmagan latif ekan bu. Texi toz chechini yasab qudak. O'zimni kulkidan tutib ololmayapman, ha? Ata, men o'zlarga yangi do'stlarimni tanishtirib o'tay. Bu yoq Osman, qilich so'digiri. Yaraydi. Lashkarlarga ketarlik qilish, qalqon degandek narsalarni tal qilishda sizga tayinimiz. Bu men uchun katta sharaf olilari. Mana bu Zahran, eng usta sharobchi. Undaq bo'lsa, uni o'rnida ep qilib, bizga lozimatlik ichimliklarni tayyorlab bersa bo'g'odak. Baş ustiga olilari, xizmatlarga tayyorman. Nemishqa bir ig'iz gapmi qilmay o'ltirsiz, usta. Nima o'ylayapsiz? Shaharda yuz bergan o'zgarishlarni o'ylayapman olilari. Bundan faxrlanishga haqliqsiz, usta. To'g'on qurilishini siz bitirgan tursangiz. Me'mor bo'lmagan bu qurilishni men bitirmagan bo'lsam-chu koshki. Nemishqa ey donishman, men sizni bu to'g'on bilan faxrlanyapti deb o'ylabdiman. Bu to'g'on aslida bir ne'mat. Lekin u ichiga minglarcha yomonlikni yoshirgan bir ne'mat bo'lib kelyapti. Endi qiroq degan bo'lsa donishman, gaplarni tushunmadik. Bu ne'mat bizga ne'matni ato qilgan Allohni unutqizdi. Xaloyiq bu ne'matni mangu yiqilmas ilohiy qo'rg'on deb o'ylaydi. Biroq bu qo'rg'on faqat Allohga tashakkur etgandila qad ko'tarib tura oladi. Va'z nasihatlaringni deb bo'ldingmi, ha? Bizni kambag'allikda yoshsin deydigan o'xshamabsan. Sabr qilg'uvchilardan bo'lib, kambag'allikda yashag'inimiz, tuzkurlardan bo'lib, boyashat yashag'inimizdan ming afzal edi. Nima degan jiq gap bu? Biz Allohga qanday tashakkur bildirishni unutdik. İblis diginni qilib, bizga Allohga tashakkur bildirishni unutqizdi. Bak oshirvatdingiz usta, singanligingizni yeb, bu ham andishlaringizni qo'ying. O'rdining o'ng tarafiga baqib chiqib o'tirsa qandoq deyla olilari. Qo'ymi yaxshi gap bo'ldi. Shunday qilaylik. Men bu bog'dan zerikib turganim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Namaz shamga azan o'qildi. Yuranglar namozga boraylik. Ma'rabtiklarning ahvoli qandoq bo'ldi? Allah ularni isrofxo'rligi tufayli jazo oldimi? Hozir duo qiladigan vaqt, boshqa gap qilishga bo'lmaydi. Avval namoz o'qiylik. Alloh xolisi davomini keyin aytib beraman.
علينا ذكرنا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرأي.